Mana do'stlar, bu narsadan hammaning xabari bo'lish kerak. 0850 degan nomerdan kuni kecha 3-mart kuni 16:51 da ayapam telefondan telefon kelgan, mana ko'targandan keyin 3.600.000 so'm pulini yechib ketgan. Do'stlar, bu narsani 0850 degan nomer endi ko'pchilik bilganlar tarqatdi, bilganlar bilib qoldi, internetga kiratganlar, ko'pchilik eshitmagan. Mana bizning aypamiz ham bu narsani eshitmagandan keyin mana 3.600.000 so'm pulini kartasidan o'g'irlatib o'tiribdi. Bundan 1 yil oldi 2.600.000 so'm pulini o'g'irlatdi. Endi mana hozir kuni kecha 3.600.000 so'm pulini yechib ketdi mashinniklar. 0850 degan nomerdan telefon kelsa, yaqinlaringizni oqlantirib qo'yinglar. Endi buni eshitganlar bo'ldi, eshitmaganlarga oqlantirib qo'yinglar bu narsani. Kartasida iloji boricha kartada pul saqlamanglar, kartada pul saqlash uch xato narsa. Bu narsa sababini hammaga kerak, masalan 1 so'm pul hammaga-da 3.600.000 so'm kam pul emas, $300 degan pulda bu. Bilmaganlarga, eshitmagan yaqinlaringizni oqlantiringlar, internetda borlarga jo'natib qo'yinglar bu videoni, hammaning xabari bo'lishi kerak bu narsadan. Hammasi sog' bo'lasizlar.